Marg'ilon 911 dan gaz zo'r joydan uy kerak deb aka. Sizga mana katta ish forma qilib solingan ixchamgina uy topib berdim. Hozirgi turgan manzilimiz Marg'ilonda 911 da 2,5 sotixli pishig'ishda qurilgan, katta ish forma qilib solingan. Aka, eng asosiysi gaz, suv, svetlardan muammo sezmaysiz aka. Kanalizatsiyasi ham bor. Xo'p, asosiy eshikdan kirishimizga yonida mana kichkinagina qilib zelon zonaga joy tashalgan. Mana suv svetlari kirgan. Gazni egalari gazni olib kelib beraman deb va'da qilishyapti. Sotilayotganda baraka bo'lganda gazni olib kelib tushirib berar ekanlar. Xo'p, tash tomondan hojatxonamiz bor. Bitta tash tomondan hojatxona o'rnatilgan. Mana bu tomoni pishig'ishda qurilgan to'rxona uyi bilan aka. Bu yoni o'q-devorlari shlaka blokda qurilgan. Bu tomoni asosiy yashaydigan maydoni pishig'ishda qurilgan. Aka, bu xonadonimiz, mana podval qismi ham bor. Xo'p, mana kirdik. Kirishimizga mana remontlar mana shunaqangi zal kutib oladi aka. Keldik, mana bu oynalarni ham qarang, chiroyli bo'lgan ekan. Radiatorlarni qo'yib qo'yilgan. O'ziga yarashib turibdi, radiatorlar ham pol pataloylar bo'lgan. 95% ga bitgan aka. Endi bag'aga o'zingizning fikrsizga qarab, ko'rpa to'shagingizni olib kelib yashab bersiz bo'ldi endi aka. Xo'p, keldik, mana kirishimizga chap qo'ldan boshlasak, bunisi bitta xona aka. Hozir bunisini oshxona qilgan aka. Hamma yo'q. Asosiysi bu xonadan, bu mana kirganda chap qo'ldagi xonalarimizni tagiga plita tashalgan. Bu xonalarimizni tagi to'liqlicha podval aka. Endi mana bu tomonda yana bitta xonasi. Eng zo'rini aytaymi, mana bitta o'zingiz spalniksiz. Eshikni ochib kirishiga ham bitta garderob qo'yib qo'ysiz aka. Bu tomonda mana spalnik olasida u. Yosh bolalar kelsa ham to'g'ri eshikni ochib yubormaydi. Bunisini alohida ajratib turadi, spalni o'zingiz uchun. Remontlari yaxshi, aboylarni yopishtirib qo'ygan. Hamma sharoitlari bor. Mana bu yerda endi chiqishimizga o'pshiga bitta sanuzel. Buni ham kelishuvimizga qarab deyaptilar. Xohlasangiz qizib berar ekanlar, xohlasangiz shu turishga gaplashamiz deyapti. Xo'p, eshikdan kirishimga to'g'rida mana yana bitta xona. Bu ham katta o'lchamli, bemalol yashasa bo'ladi. Remontlari yaxshi, radiatorlar mana o'rnatib qo'yilgan. O gaz svetlari o'zi asli bu xonani oshxonaga mo'ljallagan ekan aka. Mana suvlarni olib kelib qo'yilgan. Bu xonani oshxonaga mo'ljalladim debdi. Endi mana bu orqa tomonida kichkinagina mana joy ajratilgan. Havo aylanishi ham juda zo'r bo'ladi. Endi buni mana bu to'liqlicha tagi podval dedi, bu tomoni ham to'liqlicha podval. Manzilimiz Marg'ilon shaharda 911 da 2,5 sotixli pishig'ishda qurilgan to'rxona uyi bilan gaz, suv, svetlari hamma yo'g'i bor. Narxini 45 mingga baholandi. Aka, kelib ko'ring, ustida gaplashsa, yana ham arzon qilib tushib beradigan joyi bor.